Chaqaloqlarda o'zi tilim sep chiqib ketdi. Chaqaloqlarda mushaklar tonusi haqida gaplashamiz. Ya'ni bolalarda hozir tug'ilayotgan 60-70% bolalar chaqaloqda tonuslar bilan tug'ilyapti. Tonus o'zi nima? Bu mushaklar tonusi, tortishlari yoki bo'lmasa mushaklarning osilib qolishi. Menga kelayotgan bemorlarning ham 10 tadan 8 tasida mana shu tonus bilan ko'p shikoyatlar kelib tushyapti. O'zi ikki xilga bo'linadi, gipotonus va gipertonuslar bo'ladi. Bu tug'ilgandan 1 oylikda nevropatolog ko'rga olib kelgan payti aniqlanishi kerak. Normada shu 4 oylikgacha yo'qolib ketishi aytilgan. Bu nimalarga olib keladi? Bolalarning rivojlanishini kechikishiga, yurishi, emaklashi, o'tirishiga, keyin gapirishni kechikishiga ham olib kelishi mumkin. Bunda обязательно nevropatolog ko'riga olib kelinib, tonusni aniq diagnoz qo'ydirib, lecheniyaini olish zarur. Massaj обязательно bo'ladi.